Demak, eng yaxshi o'yinchi Jamshid Umarov. O'z nihoyasiga Va keyingi bosqichga chiqdi. va unda Nazarovlar jamoasi 1-0 hisobida g'alaba qozondi. Uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi 17-raqamda Mana shunisi kerak emas. Kerak emas. Ertaga to'xtatib qo'yishligi mumkin. Jamshid Umarov Chidasha olmayapti. Yutqiziq va Mana shunisi kerak emas. Hozir o'zi Dilshod Nazarovda ayb bo'ldi menimcha. Yo, gap bu yerda Dilshod emas, bu yerda Ozod edi, keyin bunaqa qilib baribir. Ozodmidi? Ko'pchilik borgan Ozodmidi? Bunaqa munosabatda bo'lishlari bu mardning ishi emas. Mana ajratib olishyapti. Yaxshi emas, yaxshi emas. Nima qilib bordi u yoqqa? To'xtatish kerak bu narsani. Bu turnirni to'xtatishga olib keladi Murod aka. Ha. Yo, o'zi o'yin tugadi. Nima qilasan borib? Mayli, yakunlaylik. Ha, yakunlaymiz 1-0. Yana davom etyapti, qarang. Yana davom etyapti. Ha, to'g'ri qilishyapti hozir. Olib chiqib tashlashyapti. Olib tashlab shunaqa qilish kerak. Aks holda tugamaydi bu janjal. Ha. Bo'ldi, chiqarib uni bekitish kerak. Milliy gvardiya xodimlari iltimos qaranglar. Mana chidaganga chiqarganda yutqizganga ham, yutganga ham shu gapni Demakki, Jamshid Umarov